Hop, bizga Matiz motor kelgan. Xudo xolasa motorimiz butay deb qoldi. Akaxon постоянный klientimiz skitiga qilib zo'r qilib motorlar top-toza qilib beryapmiz. Xitoyda yangi chiqqan motoridan ko'ra o'zimiz ham bu yoqni top-toza qilib yuvib tozalab qo'ysak, ust ko'rinishi Xitoydagidan qolmaydigan darajada qilib berdik. Xudo xolasa ichi Xitoyda motorlaridan ko'ra kачествоsi ancha yaxshi. Nimadan ko'ra oshcha 30 ming km pul hashlab Xitoyda mashinasini motorini bosgandan ko'ra anaqa qilib keladigan bo'lsa garantiyasi bilan zo'r qilib beramiz motorlarni. Kamchiliklar bo'lsa albatta ishlarida garantiya bor. Xudo xolasa. Undan tashqari hadoga zapchast tashab ketgan. Oldi stoyka amortizatorlarida chashka-pashka degandek kalotka, orqa oldi rushniylarni ishlaydigan qilib cho'tka qilib kiraveramiz. Xullas shunaqa gaplar akalar.